Bitta tortasiz suvlar keladi. Bugungi planlarni bajarib bo'ldik. Tana juda ham charchab ketdi. Mana shunaqa vaqtga bitta sauna qabul qilsa odam bodring bo'lib tetik bo'ladi. Hozir sizlarga halol, juda ham chiroyli, zo'r dizayndagi saunani ko'rsataman. Bunaqasi menimcha shahar ichida juda ham kam topish. Hozir ichkarini ko'rasizlar, agar yoqsa videoga bitta like bosib, srochni oshna og'ayin tanish bilish do'stlarga srochni jo'natib qo'yasizlar. Saunaga ham kelib oldik. Bemalol 6 ta og'ayni bo'lib kelib, oila davrasida kelsanglar ham bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Hamma joy top-toza, ozodagina. Ichkari bitta ko'rsanglar aniq mazza qilib olasizlar. Qani ketdik. Sauna o'zi lechebniy, haftada bir marta, hech bo'lmasa oyiga 2 marta qabul qilib turish kerak. Eng asosiy joyi buni parxonasi. Parxonalari ham juda ham idealni, zo'r. Bu ichkariga o'tirib, suyaklar qaqshagungacha o'tirasizda. Shunday tashqariga chiqsangiz, mana bilan bitta tortasiz suvlar tushib keladi. Вообще bu o'zgacha atmosfera. Bitta dam olishga kelsangiz, videoga bitta like bosib, oshna og'ayni do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Pastki raqamlarga aloqaga chiqib, oldindan joy aytib qo'ymasanglar, kelib kutib qolishinglar aniq. Hammalarga omad, charchamanglar, bitta like bosib qo'yinglar. Biz dam olishni boshladik. Saunadan chiqib oldik, shapkaga ahamiyat bermaysizlar. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, mana Gorgayni yonginasida G'uzordan kirib ketishinglarga to'g'ri keladi. Bahor mehmonxonani tagida. Pastki raqamlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar bemalol.